Astagfirullah. Janang qursin. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarning obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon Sasiyonani qutqargani ketyapman. Jumon tosh mana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasin o'ldiradi, boriqol. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigatimmi? Qochib tirildi. Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, onangni mana kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi bu? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Ana shuni ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, sur paket ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Sharmanda qilib joduni ko'rdingmi? Nur. men Baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinsonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam Mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nima o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bu? Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanikni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanikni ko'rsata olmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanikni ko'rsata olmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo, uni ko'rsata olmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik dema. Bugun jarima maydoniga kimni chiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiy yo'qmi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Men qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nana? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz, voqilib. Hurmatli podполkovnik chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qo'chang syomka qilmay, kim ichibdi, qani ko'raylik. Voy. Voy, sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqarib bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon, ozgina sabr qiling. O'g'il avazini hech kim. Dadani srochdan operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir.
Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqang yo'q bola. Anam ana qildim. Mayli iftorlikka amlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana u o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina anaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada anam nima qilamiz shunda? Ya hali uni anaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anona qilmadingiz-ku. Ya men uni anaqa qil deyishim shartmi? O'zinglardan bilib anaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anon tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasi anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tura qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Sizlar anona qo'ylaydinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anoningizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Ajrashaymi? Quruq tirikmi, ha? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. Laserda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men xonada. Ajrashaymi? Sen nega jim turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashay. Nimaga? Duxob kelan yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashay. Jimishib. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydirardi. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana moshinkangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Babi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgan bo'taloq. Biz bechora hozir hali kulida yuvar edik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Neyse ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, Xush kelibsizlar qo'laqam, to'g'ri o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya?